Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Xudo xohlasa mana yana ishimizni ham tugatib oldik. Akamizga chiroyli qilib topshiramiz. Tunkilarni ham yopdik. Old orqa frontonlarini ham chiroyli qilib yoptirdik. Joyimiz 17 ga 8 joy. Past shotirli bo'lgan. Ustullari bor ekan, ustuni tepasiga sariqimiz qo'yib, aka chiroyli qilib ko'tarib berdik. Orqa taraflari ishimiz uyiga ulangan, o'zini uyiga tomini ochib turib, o'zini uyiga chiroyli qilib temirdan ulab berdik. Bu tarafimizda esa kichikroq navishchasi bor. Navishchasini ham qattiq tushmasin deb kichikroq qilib berdik, chiroyli qilib. Navishchamiz tunkalarni buni ham yopib, tugatib, past tarafini sarbob yasab, orqa tarafiga o'zini tunkasiga qatirdik.